Men hassada edim. Qiyshayib, men shunday ahvolda keldim bu yerga. Men Buyukmatova Sanamxon, Navoiy viloyatidan keldim. Grija bilan chap oyog'im qisib qolib, og'riq berib, yurolmay qoldim. Doktorda men Instagramdan kuzatdim, ko'rdim. Qanaydir ixlos qildim. Keldim. Nima qilishga? Men hozir yaxshiman. Mana hech qanaqa bir og'riq, unaqa bir nojo'ya ta'sir, unaqa narsalar sezmayapman. Xudo xolasa inshaalloh ertaga Turib yuramiz. turib, yurib ketishimga ishonaman, chunki doktorda juda ko'p kuzatdim. Ixlos qilib keldim-da. Shu. Undan oldin lecheniya olgansizmi? Lecheniyalar olgansizmi? Undan oldin men fiziolecheniya oldim, cho'zdirdim, oyoqdan osti. Shu bitta qilmagani shu bo'ynimdan osib qo'yib, qo'lni qo'yaman narsa qildim. Hech qanaqa bir ta'siri yo'q uni cho'zishda, nima qilishda. Agar kimda bo'lsa grija iloji boricha vaqt cho'zmasdan kim qanday bilmadimi, lekin shu doktorimizga kelaveringlar. Davoni shu yerdan topasizlar. Bemorimizda beportal usul bo'yicha olib tashlandi. Mana ikkita teshik orqali kirib, dish-chularni to'liq tozalab olib tashlanadi. Bunda ikkita chop qo'yiladi. Xudo xolasa bemorimizni ertaga turg'izib, yurgizib, qayta kontrol MR tekshiruvdan o'tkazamiz va bemorga uyiga javob beramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik bo'lsin. Men Dushmatova Sanamxon Navoiy shahardan keldim. Kecha kelganimda juda og'ir ahvolda edim, hassada edim. Oyoqlarim uyushib, chap mana shu tarafim yurgani qo'ymay, o'shim turolmasdim bunday joyimda. Hassada edim. Mana kecha operatsiya o'tkazildi, juda ham yengilman. Xudoga shukr, oyog'imda uyushish, shunaqa narsalar yo'q. Xudoga shukr, rahmat doktorlarga, mana bemalol mana yurib, o'z oyog'im bilan chiqib ketyapman. Rahmat doktorimizga. Kimda grijasi bo'lsa, iloji boricha oldirib, qutulinglar. U davosi yo'q, 9 oydan beri davolanaman men. Axir shu yerdan davo topdim.